Rossiyadan yana yangi taxta mahsulotlarimizdan yetib keldi, hurmatli kuzatuvchilar. Turli shinada ishlaydigan juda ham zo'r lagali, to'sinli taxtalarimizdan yetib keldi. Birma-bir razmerlarni ko'rsataman, birma-bir narxini aytib o'taman, hurmatli akalar. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib, videoga bitta like bosib, asl taxtaga obuna bo'lib qo'yinglar. Hech qachon shoshilmani videoni o'tkazib o'rishga, hurmatli akalar. Bu video ayniqsa sizlarning qurilishinada yaxshi, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Narxlar bo'ladi, hurmatli akalar. Shuning uchun hech qachon o'tkazib yormani bu videoni. Oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, hurmatli akalar, assortiment razmerda Rossiyadan bitta furada lagaga, to'singa ishlaydigan taxtalarimizdan yetib kelgan, qalinligi 5 li, hammasi eni assortiment, ya'ni kengligi, bu taxtaning kengligi assortiment razmerda yetib kelgan, hurmatli akalar. Xo'p, hozir mana shu TVSda turgan taxtamiz haqida sirasi ma'lumot berishni boshlayman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, bu taxtalarimizni hammasi rossiyskiy 100% qarag'ay, ya'ni sasna yog'och bo'ladi. Kачествоsi juda ham zo'rdan bo'ladi, hurmatli akalar. Bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Men buni hali полностью качествосini ko'rsataman. Xo'p, hurmatli akalar. Mana shu taxtamiz. Yaqinroq, yaxshiroq ko'rinish uchun mana uchiga yetib keldi, ko'rib bo'lsangiz. 12.2 iğne, hurmatli akalar. Buni lagaga ishlatsangiz juda ham zo'r chiqadi. Hozir qalinligini ko'rsataman. Hop, hurmatli akalar. Qalinligi to'la 51 ko'rsatdi. Kачествоsi shunaqangi zo'r deb bo'ladi. Orqa tomonlarni ko'rishingiz mumkin. Umuman garbili, abzol degan narsa yo'q. Bu orqa tomoni, hurmatli akalar. Taxtani qanaqaligini, taxtani taxlovdagi orqa tomonidan bilsani bo'ladi. Agar garbillik bo'lsa, oldiga chiroqlisini qo'yib turib, orqasiga garbilliklarni terverlishlari mumkin, hurmatli akalar. Furan ichida ham mana ko'rishingiz mumkin. Assortiment razmer. Hop. Yaxshi, Abdullo qani? Bu ham 12.5. Ko'rgan bo'lsangiz 12.5. Hop, quyidagi razmerlarimiz ham 12.5. Qalinligi, hurmatli akalar, buni ko'rishingiz mumkin. Qalinligi 5. Xo'p, hurmatli akalar, shunaqangi yangi taxta mahsulotlarimizdan yetib keldi. Foradan juda ham zo'r assortiment, juda ham chutki holatdagi taxtalarimiz yetib kelgan. Xo'p, hurmatli akalar, bu yerda yana o'yittiligi ham bor. Oftob bo'lgani uchun yaxshi ko'rinadi, hurmatli do'stlar. O'yitdi yarim, hurmatli akalar. O'yitdi yarimga qalinligi 5, eBayda hurmatli akalar 10.5 lilardan ham bor. Onu 5 ko'rsatibdi, hurmatli akalar. Qalinligini ko'rsataman. Hop, narxiga kelib to'xtaladigan bo'lsam, hurmatli akalar, 10.5 uzunligi 4 metrli. Ya'ni eniga 10 cm, qalinligi 5 cm, uzunligi 4 metrli bo'lgan mana shu yog'ochlarimizni bir donasini 76.500 so'mdan beramiz. Hop, assortiment razmer, keng razmeri 12.5 ga 51. Mana shu ko'rib turganingiz, mana shu o'tamiz. Bu taxtamizni bir donasini 92.300 so'mdan beramiz. Hop, 15 ga 5 lilarni 114.500 so'mdan beramiz. Hurmatli akalar, agar bundan ham serbaroqlarning narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Hop, hurmatli akalar, bundan tashqari skladlarimizga juda ham ko'pchilik so'raydigan taxtalarimiz razmerlardan yetib kelgan. 11 ga 11.5 ga, hurmatli akalar. 11 ga mana bunaqasi turli taxtalarimizdan ham kelgan. Ko'rishingiz mumkin. 12 ga 4, 11 ga 4, 14 ga 4 deb so'radigan akalarimiz uchun mana ko'rishingiz mumkin. Bu 14 ga 4. Bunga metr qo'yib ko'rsatib o'tay. Va 13.5. 14 mana ko'rishingiz mumkin. 13.5. Razmeri bo'lsa mana, hurmatli akalar. 4. Negatiflik uchun 14 ga 4. Xo'p, bu yerda 7.5 ga to'ri bor.
Xo'p, 9,5 ga turi ham bor, hurmatli akalar. Agar bularni narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin, hurmatli akalar. Kачестволарning narxlarini chokkalardan qilib beramiz. Bu ham hammasi 100% sasnaq, ya'ni qaraqa yog'och bo'ladi. Sizlarning qurilishingizda xudo xolisa zo'r xizmat qiladi inshaalloh. Agar chetda safarda bo'lsangiz ham, Rossiyada yoki Qozog'istonda, Qirg'izistonda bo'lsangiz ham bemalol nomerlarga murojaat qilsangiz bo'laveradi, hurmatli akalar. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Dastavkalarimiz pulli bo'ladi. Masalan, taxtani kuzatib borishda davom etinglar. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, hurmatli akalar.